avtopilot bilan ekilsa malakali shofyor shart emas. Oldin to'g'risi bir 100 gektar yer ekardik. Keyin bu yil avtopilotni o'rnatgandan keyin bir 700 gektar yer ekdik. 700 gektar. 700 gektar. Bir kunda necha pul topdingiz shunda? Har kuni o'rtacha bir 15 million. 15 million sof. Sof foyda kuniga. Ha, u xarajatlaringizdan tashqari. Xarajatlardan tashqari 15 million topdik. Zo'r. Foydasini bir 3-4 gektar yerdan chiqarib oldik. Assalomu alaykum barchaga, kanalimiz kuzatuvchilari. Hozir biz Xorazm viloyati Hazorasp tumani Mardon akamizni oldiga kelganmiz. Assalomu alaykum Mardon aka, yaxshimisiz? Mardon aka bizlardan o'tgan yili avtopilot o'rnatgandan keyin qanaqa o'sishlar bo'ldi, qanaqa natijalar bo'lganini bitta Mardon akamdan so'rab bilib olamiz. Mana ko'rib turibsiz, paxta ekkan liniyalari qanaqa tekis chiqqanini. Mardon aka, sizda necha gektar joy bor fermer xo'jaligingizda? Bizni fermer xo'jalikda hozircha 110 gektar yer bor. Shundan 70 gektariga paxta ekamiz, 30-40 hektariga bug'doy ekamiz. Almashtirib ekiladi adashmasam, har yili 30-40% bug'doy ekamiz g'alla, shuning 60-70%iga nima ekamiz, paxta ekamiz. Xo'sh, 25-yil avtopilot degan narsaga qiziqish bildirib, Instagram orqali sizlardan yangilik olib, paxta ekishdan oldin o'rnatganmiz avtopilot degan narsani. 24-yillari oddiy intizi, nimada oddiy selchalarda ekardik, bundoq chiqardida, keyin bir amallab ekardik, paxtalar ham chiqardi, keyin kimga qiyin, traktorchiga qiyin. Uni to'g'rilayman deb paxtalarni chopib, hozir 220 ming, 240 ming tup bo'lishi kerak-da bir gektar yerda. Traktorchi nima qiladi keyin? Uni to'g'rilab eka olmagandan keyin uni to'g'rilash uchun kultivatsiya qiladida 240 ming tupdan 150 ming, 100 ming tupini chopib tashlaydi. U o'zi qilib xohishi bilan qilmaydi, lekin texnikani boshqarish qiyin-da. O'shani hisobiga texnikani to'g'ri haydamay, qish-qishga kelgan o'shani hisobiga. Masalan, qarang, Mardon aka, o'sha avtopilot o'rnatishingizdan oldin 1 gektardan qancha paxta olgansiz? Undan keyin qanchaga o'zgardi? Qarang, endi 23-24-yillarga qaytsak, bizlar zo'r olganimiz bir 40-50 sentner oraliqi bo'lgan. Zo'r olganlarimiz. O'rtacha hosildorligimiz shu 40-45 oraliqi bo'lgan. Eng yaxshi olganlarimiz 50 sentner bo'lgan. 25-yil bahorda avtopilot o'rnatgandan keyin hosildorligimiz 15-20 sentnerga qo'shilgan. Ya'ni o'rtacha hosilimiz 66-65 sentnerga chiqqan. Eng baland olganimiz 70 sentnerga chiqqan. Zo'r. O'shani hisobiga, avtopilotning hisobiga nimada, paxtada 15-20 sentnerga qo'shilgan. Paxta. Bunun narxi qanchaga to'g'ri keladi? Masalan, 20 sentnerning narxi. 20 sentnerni hisoblasak 1 gektarga 2 tonna paxta bo'ladi. Masalan, 7,5 mingdan hisoblasak 15 million. 15 million 1 gektar edi. 1 gektardan 15 million bo'lsa, 50 gektar, 100 gektardan 1,5 milliard. 1,5 milliard. Qo'shimcha. Zo'r. Bu topilmagan foyda ham baribir zararga kiradi-da. Endi yana bir joyi bor. Bizlarda traktorchi muammoda, misol uchun shu atrofda eski traktorchilar ekadi-da, selka degan narsani eski traktorchilar haydaydi. Ularni topish qiyin, kam qolgan. Ular shogird chiqarmagan, hozirgi bizlarni nimalar qiziqmaydi, yoshlar qiziqmaydi, eski traktorchilarga haydatamiz, ular kam. Bizlarni Hazorasp tumanida 110 ta fermer bor. Unaqa traktorchilar soni kam, bir 7-8 ta bo'lsa, ular kamida 7 million, 8 millionga ishlaydi-da oyiga. Keyin ular 12 oyga to'lash kerak, to'g'rimi? Ha, 12 oy, 10-11 oy bo'ladi-da. 7 milliondan to'laganingizda shularning o'ziga, bitta traktorchining o'ziga 100 milliondan ortiqcha bir yilda o'zida 100 million. Demak, bemalol ikkita avtopilotni puli bo'lyapti deyarli. Avtopilotni puli bo'lyapti, lekin to'g'ri, endi avtopilotni o'rnini bosadigan traktorchilar ham bor. Lekin topish qiyin, kam. Baribir avtopilotdagidaqa aniqlikni bera olmaydi. Ular ham uni kayfiyati qanaqa bo'ladi, har kuni vaqti bo'ladimi, yo'qmi? To'g'ri. Kasal sog'i bor, tobi qochib qoladi, to'y ma'rakasi chiqadi, har kun topish qiyin, to'g'risi. O'sha muammodan qutuldingiz. Qarab turmaydi. Buni tobiga kelgandan keyin ekish kerak. Ekishmi 3-4 kun, 10 kun ichida ekish kerak. U payti traktorchilar hammaga kerak, hamma fermerga kerak. Bu tobdan chiqib ketsa, keyin buni sug'orish kerak, yana qaytadan o'zingizga rasxod bo'ladi. 2 ish bo'ladi. Shuni hisobiga endi
Sizlarga rahmat, avtopilotni kiritdingizlar Xitoy Respublikasidan olib kelib. Men ham erta 5-6 yildan beri qiziqib yurardim, lekin ancha oldin eshitgansiz a? Ancha oldin eshitganman, bundan bir 6-7 yil burun eshitganman. Instagramdan ko'rganman, YouTubedan ko'rganman. Lekin orzu bo'lgan o'sha paytlar. O'sha payt biz O'zbekistonda bo'lmaganda, to'g'ri? O'zbekistonga qachon kirib kelar ekan deb orzu bo'lgan. Ko'p vaqt bo'lmadi, mana 3-4 yil deganda kirib keldi. Zo'r, o'tgan yili bahorda o'rnatgan bo'lsak, 1 yil foydalandik. Mana paxtalarni ekdik, paxtaning orqasidan makka jo'xori ekdik. Makka jo'xori ham oldin 30-35 sentner olardik, uni ham 50 sentnerga chiqardik. Har bir etapda ekkan mahsulotingizni hosildorligi oshdi. Ha, oshdi. Keyin yana bitta plyus tarafi borda, oldinlari 23-24-yillarda biza bitta traktorchiga bog'lanib qolganmiz. Topsakda, momodan o'sha malakali traktorchini topsak, selkachini. U bizlarga faqat 8 soat, 10 soat ishlab beradi. U keyin charchaydi, uyga ketadi, kechqurun olib borasiz uyga, ertalabdan olib kelasiz, ertalab borib qarab o'tirasiz, qachon ishlar ekan, qachon olib kelar ekan, keyin olib kelasiz. Ish qilib maksimum sizga 10 soat ishlab beradi. Keyin effektivniy, tobi qochmasa, bu kayfiyati zo'r bo'lsa, sizga 10 soat ishlab beradi. Avtopilot unaqa emas, avtopilot mexanika. Avtopilotni mana paxta 25-yil paxta ekish oldidan o'rnatdik. Oldin to'g'risi bir 100 gektar yer ekardik. Men o'zimnikini ekardim, keyin qo'shni fermerlarga yordamga chiqardim, bitta ikkitasiga yordam qilardim to'g'risi. Jami hisoblasangiz bir 150 gektar ekardik, keyin bu yil avtopilotni o'rnatgandan keyin bir 700 gektar yer ekdik. 700 gektar. O degani 400 mingdan hisoblasangiz bitta selkani puli chiqyapti. 350 millionga selka oluvdik. O'zimiznikini ekdik, keyin qo'shni fermerlarga ko'makka yordamga chiqdik, 400 mingni ekib berdik. Bitta selkani puli bir sezonda chiqib turibdi. Masalan, o'sha avtopilot o'rnatmaganingizda baribir o'shanaqa natija bo'lmas. Ha, avtopilot bo'lmaganda to'g'ri shu selkadan foydalanardik. U sanab tashlaydi, uni ham hosildorligi dib soniga, tub soniga kelib chiqadi-da. Oldingi selkalarda 100 kilo 70-80-100 kilo chigit solardik. Hozirgi zamonaviy selkalarda 20 kilo 22 kilo chigit solamiz. O'shani hisobiga ham selka plyus ham avtopilot o'rnatganingiz hisobiga yana bir plyus tarafi oldingi traktorchilar bizga 10 soat ishlab bersa, maksimum eng zo'r ekkani 8-10 gektar ekardi. Maksimum. Hozir biz avtopilotni o'rnatgandan keyin 40-50 gektarga chiqardik. Kunlik bir sotkada 40-50 gektar ekan. Hozir siz 40-50 gektar ekdingiz, kuniga o'zingiznikini ekib bo'lganingizdan tashqari qancha pul topdingiz? Biz o'zimiznikini 3 kunda bo'ldik. 3 kuni bo'lgan sababi endi shoshmasdan ekasiz o'zingizniki bo'lgandan keyin. 3 kunda ekib bo'ldikda nimaga chiqdik? Qo'shni fermerlarga zakazga chiqdik. 400 mingdan qo'ydik. Bir 30 gektardan men chamalab qo'ydim-da. Bir kunda 30 traktorchilarga aytdim. 30 gektar 400 ga ko'paytirsa, 3 ta traktorchi qo'ydim, sen 10 gektar ekasan, dam olasan. Sen 10 gektar ekasan, dam olasan, sen 10 gektar ekasan, dam olasan. Bir sotkada menga 30 gektar chiqib berishdi. Lekin men ularga yana bir ligota qo'ydim. Shu 10 gektardan oshiqcha eksang, qo'shimcha daromad beraman dedim, keyin 50 gektarga chiqib ketdi. Bir kunda necha pul topdingiz shunda? Har kuni o'rtacha bir 15 million. 15 million sof. Sof foyda kuniga. Ha, u xarajatlaringizdan tashqari. Xarajatlardan tashqari 15 million topdi. Zo'r. Keyin uni orqasidan fermer sizga rahmat aytadi. Uni kultivatsiyasi bor, paxta mashinada teradigani bor, ichiga g'alla ekadi. Sizga 1 yil rahmat aytib beradi. Chunki siz baribir asosiy birinchi boshda paxtani sifatli qilib ekib bersangiz, to'g'ri qilib undan keyingi jarayonlar o'z-o'zidan oson bo'lib ketaveradi. Kultivatsiyasi ham boshqasi ham. Bu joy solsangiz, bu joyni fundamenti. Avtopilot degan o'sha selka bilan ekish jarayoni fundament hisoblanadi. Ishni boshi, joyni fundamenti. Qanday mustahkam bo'lsa fundament, bu yoqqa ketaveradi. Masalan, agar har qanaqangi fermer ham avtopilot o'rnatganda hech bo'lmaganda o'sha paxtani ekish jarayonida foydalanadigan bo'lsa, qolgan jarayonlar o'z-o'zidan bo'lib ketaveradi. Hamma jarayonda avtopilotdan foydalanmasa ham. Shundan keyingi jarayonlar juda oson bo'ladi fermer uchun. Sizga aytdim, 1 yil rahmat aytib beradi sizga. Ishqilib foydasi bor. O'zingizda ham ekkaningizdan keyin
boshida sifatli ekasiz, undan keyingi jarayonlar ham o'z-o'zidan yaxshi bo'lib, daromadingiz yana ham oshib ketaveradi. Qarang, endi daromad bu birinchidan sentnerdan kelib chiqadi. Sentner olish uchun tub soni kerak. Tub soni bo'lish uchun tekis ekilishi kerak. Tekis ekish kerak, to'g'ri chiqishi kerak. Traktorchiga malakali traktorchi bo'lish kerak. Selkadan to'g'ri solsangiz, уже zamin yaratildi, kultivatsiyasi ham to'g'ri bo'ladi. Tub soni qoladi, chopilmaydi. To'g'ri ekkandan keyin traktorchi uni to'g'ri haydaydi. Mana bu to'kilib yotganlar nima? Bu anaqa terishda to'kilmagan bular. Bu paxtani dalaning ichiga g'alla ekish paytida yer haydaladi. Ha, masalan, yumshatiladi. Ha, bo'ldi, tushunadi. Buning ichidan g'alla ekincha 3-4 marta texnika kirib chiqqan. O'shani hisobiga qolgan paxtalar hozir tagiga to'kilib Ha, siz o'zi 2-3 qayta paxtani necha marta teriladi o'zi paxta? Paxta mashinada tersangiz, agregat ishlarni o'z joyida bir vaqtida depolatsiya qilsangiz, 100% ochiltirsangiz, bir marta terib olasiz. Lekin xato qilib qo'ysangiz, defolatsiyani vaqtida sepmasangiz, gradusga qarab, normaga qarab sepmasangiz, paxta ochilmasa 2 marta terasiz. Bu o'sha fermer uchun rasxod. Bizaki bu yil birinchi yili bu yog'ini to'g'irlab kelgancha vaqt o'tib qolgan. Vaqtni to'g'irlasak, gramini bilmaganmiz, suspenziyani, depolatsiyani, o'shani hisobiga biz 2 marta terdik. Endi xatolarimizni biz daftarga yozib qo'ydik. Endi xudo xolasa 26-yil bu yil o'sha xatolarni qilmasdan bir terib olamiz. Bir marta ekan. Hozir bu demak o'sha paxtani o'zingizni hosilingizni olgandan keyingi qolib ketgan ko'raklaridan to'kilib qolganini keyin yerga tushib ochilganda, to'g'rimi? Tushunarli. Terishda ham qanaqa bo'ladi? Apparatda terganingizda, baribir apparatda ekilgan joyda terganingizda hosil qanaqa olinadi? Qarang, bu avtopilotda ekilsa, paxta mashinalarining o'zining ham avtopiloti bor. Bir borasiz, bir kelasiz, paxta mashina o'shanga o'rganadi. Keyin nima deydi, paxta mashina ichida o'tirasiz. Hech nima qilmaysiz. O'zi teradi, o'zi aylanadi. Agar avtopilotsiz eksangiz, shofyor o'tirishi kerak. Birinchi masala malakali shofyor kerak sizga. Avtopilotda ekilmagan joyga malakali shofyor kerak, u qimmat. 7-8 paxta mashinani haydaydiganlar prosentga ishlaydi. 15 millionsiz ishlamaydi paxta mashina haydaydiganlar. Avtopilotda ekilgan bo'lsa, paxta mashinani avtopilotiga qo'shasiz. Oddiy o'zingiz ukangizmi, bolangizmi shu ichida o'tirsa bo'ldi. 40-45 kilochka o'sha sidiniyada o'tirsa bo'ldi. Lekin avtopilot bo'lmasa, malakali shofyor kerak. O'sha terish jarayonida ham 100% ololmaysizda, chunki qiyshiq ekilgan chopiladi, bosiladi, to'kiladi, qolib ketadi, hosildorlik qolib ketadi. Masalan, hozirniki qarang, mana bu liniyadek bir tekis turibdi-da, avtopilotda ekkan hisobiga. O'shanda mana bu apparat keladida, paxtani ikki tarafidagi ko'chatni, ikki tarafidagi paxtani ham polni qo'parib oladi-da. Agar mana bunaqa qiyshiq ekiladigan bo'lsa, bir tarafi oladi, bir tarafi qolib ketadi. Keyin qiyshiganning hisobiga bosiladi, yerga enkayib qoladi, shu bilan yerga chochib ketdi degan, paxtani yerga chochib ketibdi degan har xil gaplar. Keyin birinchi nima, paxta mashinaning nimasi bo'ladi? Jalba tushadi, paxta mashina qoldirib terar ekan. Bunaqa birinchi yerga chochar ekan. Paxta mashinaga zarar, avroyaga. Ikkinchi, o'zingiz hosildorligingiz yerga tushgandan keyin qolib ketadi. Hech kim kirib olmaydi. Zarar. Zo'r. Mardon aka, avtopilotni siz o'rnatdingiz, lekin shu atrofdagi yoki bo'lmasa butun O'zbekistonimizdagi 90% dan ko'proq, masalan deylik, undan ham ko'proq, 95-99% dir balki, ko'pchilik fermerlarda va traktorchilarda avtopilot yo'q. Ularga nima maslahat berasiz? Meni maslahatim, biz 1 yildan foydalandik, katta foyda qildik. Sizlarga ham rahmat. Tavsiya beraman. Shuni o'rnatinglar. Zarardan ko'p foydasi, zarari yo'qidan juda katta foydasi bor. Fermerlar qancha pulini shu dalalarda qoldirib ketyapti-da, bunday qo'pol qilib aytganda. Qarang, bu hozir biz 25-yil aprel oyida o'rnatgan bo'lsak, 56 millionga o'rnatdik. Lekin foydasini bir 3-4 gektarga chiqarib oldik. Lekin katta foyda qildik, rahmat. U o'zimizning hosildorligimiz ham oshdi. Ishchi kuch kamaydi.
Oldin Undan yurardik, tashqari ha, bir- 700 gektar joy haydadim deydingizmi? undan tashqari o'zimiznikidan tashqari 700 gektar paxta ekdik. Keyin kelib g'allani orqasidan bir 250-300 gektar makka ekdik. Ha. Уже bu yildan zakazlarimiz ko'p. Bu yildan xudo xohlasa ikkita qilamiz degan plan bor. Yana bitta selka, yana bitta avtopilot o'rnatib, ikki selkada ishga chiqmoqchimiz. O'shaning hisobiga endi zakazlarimiz ko'p. O'tgan yil ko'rsatib berdik. 1000 tonnaga 1000 gektarga olib Bu chiqasiz. yil 1000 gektardan oshiqrog'ini plan qilyapmiz. Zo'r. Lekin foydasi katta. Men fermerlarga maslahat beraman. Traktorchilargachi? Traktorchilarga ham endi maslahat beraman. Endi traktorchilarni Masalan, traktori bor, lekin o'zini yeri yo'q odamlar ham bor, masalan, fermer Ha, emas, o'zi traktorchi, traktori bor. Traktori hozir odatdagi kunda ishlaydi. traktorchilarni nimasiga qaytsak, ular fermerda bir oy ishlayman deb o'ylaydi. Lekin meni maslahatim yil 12 oy ishlaydi u narsa. Bitta dalani borib surmoqchida, chizilmi, pulukmi, ularga ham ishlayveradi. Misol uchun chizil degan narsani bitta joydan 3-4 marta o'tadigan joyingiz bor, 6-7 marta o'tadigan joyingiz bor. Avtopilot bilan bo'lsa-chi? Avtopilot bilan bo'lsa, misol uchun 1 gektar yerni surish uchun oldingi avtopilotsiz jarayonda 30 litr saralka yoqadigan bo'lsa, avtopilotni o'rnatgandan keyin 20 litr saralka yetib ortadi. 10 litr saralka 1 gektarga ekonomiya qilib ishlasa bo'ladi. Zo'r. Foydasi katta. Traktorchilarga ham maslahat beraman, ishi osonlashadi. Daromad ko'payadi. Ularga ham maslahat beraman. Mardonbek aka, bu paxta teradigan apparat a? Ha, bu paxta mashinasi. Qarang, bitta narsani tushuntirib bering. Avtopilotsiz qing'ir qiyshiq ekilgan joy bilan avtopilotda tekis ekilgan paxtani qanaqa tartibda teradi bu? Qarang, birinchi savolingizga javob bersam, birinchidan avtopilotsiz ekilgan paxta dala bo'lsa, malakali traktorchi kerak. Malakali traktorchilar qimmat. Topish ham qiyin. Birinchi masala. Ikkinchi masala, avtopilot bilan ekilsa, malakali shofyor shart emas. Bitta bir rulni tutadigan bitta bola qo'yib qo'ysangiz ham ishlayveradi. O'shani hisobiga siz nima yutasiz? Shofyorni oyligidan yutsa bo'ladi. Lekin ikkinchisi, avtopilotsiz ekilgan dalada bateriya bo'ladi. Bateriya degani endi tepkilab ketadi, qoldirib teradi, unaqa qiladi. Bir 2-3 sentiner yutkazishingiz mumkin. Gektarida. Ha, gektariga 200 sentiner degani 300, 400, 500 kilo, u degani 3-4 million zarar qilishingiz mumkin. Avtopilotda ekilsa u paxta qolmaydi. 100% yig'ishtirib. Bir tekisda bo'lgandan keyin bir xil kirib kelaveradi, paxtani to'liq hamma pastidagi paxtasini ham ko'chatni hamma joyidagi paxtani terib, agar qiyshiq bo'ladigan bo'lsa, bittasi mana bu yoqda bo'lsa, baribir bittasini bir tarafidagi paxtasi qolib ketishi mumkin yoki bo'lmasa qiyshaytirganning hisobiga pastidagi paxtalar qanchadir qismi baribir qolib ketadi, to'g'rimi? Ha, shu bateriya bo'ladi-da, shu boya aytganimdek, bateriya bo'ladi-da, shu 200 sentiner gektariga yutkazasiz. U degani 3-4 million pul gektariga. Avtopilot bilan eksangiz to'g'ri chiziqlar to'g'ri ichiga kiradi. Bateriya bo'lmaydi, bir terib olasiz, bir yig'ishtirasiz, sof foyda olasiz. Zo'r. Mardonbek aka, rahmat kattakon. Baraka toping, shuncha suhbatimizga rozi bo'lib suhbat qilganimiz uchun. Ko'rdingiz, Mardonbek akani avtopilotdan foydalangan holatda qancha qo'shimcha daromad qilgan yoki bo'lmasa hosildorligida qanaqa unum bo'layotganini. Agar siz ham avtopilot o'rnatmoqchi bo'lsangiz, traktoringizga, traktorchi bo'lsangiz, xoh fermer bo'lsangiz, 23 fevral kuni onlayn taqdimot qilyapmiz. Katta onlayn taqdimot. O'sha onlayn taqdimotda avtopilot to'g'risida, traktorlarni avtomatlashtirish to'g'risida va klientlarimiz bilan ham xudo xolasa suhbatni yo'lga qo'yishimiz mumkin. Klientlarimizni fikrlarini, qaysi bir klientimiz qanaqa etapga chiqdi, qanaqa daromad qildi, qanaqa o'zgarish bo'ldi, hammasini xudo xolasa ko'rsatib beramiz. O'shaning uchun pastdagi link orqali Telegram kanalga ulanib oling. 23 fevralda hammasini batafsil tushuntiramiz. Rahmat kattakon.